Omborxona bo'limi bilan tanishib chiqamiz. Biz yon oynadan omborxona tugmasini bosib kirib olamiz. Kirganimizda bizning mahsulotlarimiz shunaqa ro'yxat bo'yicha chiqadi. Birinchi qator mahsulotimiz nomi, loti, amal qilish muddati, faol mahsulotlar. Ya'ni bu bizni omborimiz to'g'risidagi to'liq ma'lumotni beradi bizga. Bu esa bizda qolgan mahsulotlar. Biz mana agar bu qoldiq mahsulotlarning rangi mana shunday rangda bo'lsa, havorang bo'lsa, bizda omborxona yaxshi, ya'ni tovarimiz ko'pligini bildiradi. Agar qizil bo'lsa, omborxonada tovar oz qolganligi yoki qolmaganligini bildiradi. Agar sarg'ayib qolsa, bizda o'rtacha holatdaligini bildiradi. Biz mahsulotimizning nomini ustiga bosish orqali mahsulotimizda qanaqa omborxonada qoldiqlarimiz borligini ko'ra olamiz. Bu yerda bizda omborxonadagi mahsulotlarimizning ro'yxati chiqadi. Bitta yaroqlilik muddati, nechtaligi, qancha qolganligi, narxi, ya'ni bizga kelgan narxi, holati chiqadi. Bu yerda edit bosish orqali biz ma'lumotlarni o'zgartirishimiz mumkin yoki delete bosish orqali buni omborxonadan o'chirib yuborishimiz mumkin. Va mana shu omborxonani o'zida ham biz tovarlarni qo'shib bora olamiz. Ya'ni qoshiq qo'shyapmiz hozir 40 ta 2600 dan saqlash. Hop, dastlab bizda 20 ta edi, hozir 60 ta bo'lib qoldi. Buni ishga kirsak, mana bu birinchi biz qo'shganimiz, bu keyingi qo'shganimiz. Mana shunday ro'yxat hosil bo'ladi bizda. Agar o'zgartirishimiz kerak bo'lsa, editni bosish orqali o'zgartiramiz. O'chirib olishimiz kerak bo'lsa, delete bosish orqali o'chirib yuboramiz. Mana bittasi o'chib ketdi.